Novostroykani ko'ryapsizlarmi? Juda chiroyli remont qilib qo'yilgan ekan. Remontlari juda shinamgina qilib qo'yilgan ekan. Bu yog'imiz zal hisoblanadi. Spanli qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Yosh oila uchun 53.500 ga tayyor Novostroyka top qo'ydim. Sizlar uchun juda bu zo'r variant. Lokatsiyasi juda zo'r. 12-kvartal. Petoshok shunda oldi, metro liniyani shunda oldi ekan. Narxi ham juda zo'r. 53.500, kvadraturasi 43 kvadrat. Mana shu ko'rayotgan narsalar hammasi qoladi. Obzorimizni boshlaymiz. Yo kiruverish prixoshka hisoblanadi. O'zi mebelni yasattirib qo'yishibdi. Keling, mana bu yog'imiz zal, spanli qilib foydalansangizlar bo'ladi. Konditsionerlari bor ekan, televizorlari bor ekan, lustralar bor ekan o'zini. Koridor bo'ylab mana sanuzel. Sanuzelimiz ham совмещенный, kafellarini juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu yog'imiz oshxona hisoblanadi. Встроенный kuxnялari bor, polniy hamma narsa. Mana stiralkalari bor ekan. Mana lokatsiyasini ko'rsataman, manzarasini ko'rsataman. Juda zo'r manzarasi, chiroyligina. Xo'p, bu yog'imiz kuxnniy mana stol stullar qilib qo'yilgan. Shu uyimizga 53.500 so'raymiz. Qiziqqan bo'lsa, absan nomerni qo'yib beramiz, telefon qilinglar.